Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga Spark avtomobilini ko'rsatamiz. Mana keldi. Ponni hadoylarni taqish kerak deb. Hadoy mana amortizatorimiz ham rizbola qilib ochib, yana uzatib, ham joy-joydan qo'yib ketaveradigan. Buni nima ish qilamiz sizga ko'rsatib beramiz. Mana tagini salon blok almashtirildi. Keyin buni cho'pi ketgan, ikkita cho'p qo'yamiz. Keyin gitara mulam salon bloqqa ketgan. Buni ham almashtirdi. Oldini ponni rezinkani almashtirib yumshoq qildik. Xudo xolasa, endi ikkita cho'pni almashtirsak, ulardan mazgina ovoz bor. Lekin nakanishliklari zo'r. Ularga tegmaymiz. Ortini bo'lsa, mana salon bloklarini bilan almashgan, yangi almashgan, shuning uchun unga tegmadik. Oldinroq almashtirgandik. Yangi yumshoq. Mana endi 4 amortizatorni ham tutamiz. Mana keyindan moy chiqargan. Ularni ham uzatib, xudo xolasa 4 amortizatorni ham uzatib, yumshoqqina qilib taxlaymiz. Mana amortizatorlarni ham uzatib taxlatibmiz. 4sini ham uzatamiz. Shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, videoning oxirida adres ko'rsatib o'tamiz, telefon nomer, adreslarni. Shuna qarab kelaverasiz. Videomizni ko'rishda davom qilinglar. Sizlar amortizatorni ko'rsatib boramiz. Mana amortizator yechib qolib qo'yganmiz. Bunga gaz solganmiz, lekin gazni o'rtacha solganmiz, chunki ko'p solganda ham mashina tashlab ishlaydi. Shuning uchun o'rtacha soldik. Mashina juda ham yumshoq tutadi ekan, shuning uchun o'rtacha gaz solganmiz. Yine işi posta yeterli ya. Bildirim dürttü. Yok. Yine maşını çıkamı dürtmay bir kere. Yok. Acayip. Ötüşlerine karanlık neydi? Balasana. Polisiski. Yine çöllenen ucu falan. Yine iş yerde en gereklisi yine işine çıkışını görürüz. Bilintirmedi. Acayip. Xudo xolasa zo'r bo'ldi. Sizni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Bu tarafdan Darital Benstep Institut Urdu. Shundan o'tib kelasizlar. Mana bu yerda Peshixod svetofor bor, knopka bosish edi. O'shanda o'tib kelasizlar. Mana bu barner, akvachidan keyin mana hadovoy moy almashtirish ko'rsatiblar. Yukarıdan göster. Mana. Kontaktni swarka. Hadovoy amortizator. Endi bu tarafdan kelganda. Bu tarafdan kelsangizlar mana Dehqon bozor. Bu yoqda Dehqon bozordan to'g'ri kelaverishda O'zer Yoshlar yo'li. Shundan o'tib 10 qo'laylasizlar. 10 qo'laylanib yursangizlar 300 metr shu yerda chap qo'lda yo'lning bu tarafida. Bu tarafdan kelsangizlar Indabochaga qarab Ko'nak Qamush. Shu tarafda o'tib kelaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Yangi chiqqan foyda videolarimizni ko'rib borasizlar.